Yurtdoshlar, konditsionerimiz narxi umuman o'zgacha bo'lib qoldi. Hozirgi kunda konditsioner aladon sezoni desam ham bo'ladi. Sabab konditsioner bahorda kerakmaydi odamlarga, qizdirmoq ham, sovutmoq ham ishlatilmaydi. Shuning uchun bahosi bizada tushdi narxlari. Oddiy misol, masalan, aynan Rolls kompaniyasidan Strom modeli bor, keyin Rolls'ning Phantom modeli bor, Arion model, Ion modellari bor. Bu hamma 4 xil modelimizdan bir kompaniyaning o'zida İçinde tini bor, qizdiradi, sovutadi, zimoleta bo'ladi. Bu konditsionerimiz narxi 6,5 million so'mda sotuvda. Hozirgi kunda bizning magazinimizda Texnolux'da 3 million 200 ming so'mga qo'yib beraman yurtdoshlar. Bu hali bo'lmagan bunday narx. Plus yanında size kranşteyndan beraman deb olasiz adam. Shuni ichida bo'ladi 3 million 200 ga kelasiz. 3 yil garantiyasi bilan shunda xohlagan modelingizni saylab olaverasiz. Qora desangiz qora, oq desangiz oq bo'ladi. Kattasidan kuraman desangiz, kattalar narxini 100 ming so'm farq etadi. 3 million 300 ming so'mga beraman. O'zi 6 million 800, 6 million 900 sotilgan Ember kompaniyasidan, Zifler kompaniyasidan motor bloki katta bo'ladi. Motori kichkina emas, kattasi. Kattasini 3 million 300 ga beraman. Motori kichkinalari boyina berdi, aynan bularni 3 million 200 ga beramiz narxini. Shu narxda duradi. Texnolux'a kelasiz, obunachilarimiz shu narxdan xarid etib olsangiz bo'ladi. Garantiyasi bilan beramiz yurtdoshlar. Bu faqat 5 kun davom etadi. Gaz plitamiz usti oynali bo'ladi. Reshotkilari cho'yilli. Nechali issiq bo'lsa bu narsangiz erib ketmaydi, yana qozonasi mahkam tutib turadi, daymidi. Ustungi panel polniy nержавейкali, oddiy keramikali, yasirchali panel emas, nержавейк bo'ladi. Chizilmaydi, qirchilmaydi, zang tushmaydi bu narsamiz. Umrlik desak ham bo'ladi, sifati zo'r narsa. Keyin zажигалкасы bor, duxovkaning sveti yonadi. Duxovkaning ichida polniy pazam, ustdan gaz bo'ladi. 2 listimiz, 1 setkimiz grill uchun svetlar ham yonadi. Bu gazimiz eng lyuks varianti bo'ladi. Polniy eldilar ham keramikali, nержавейка qilib ishlangan, neobishniy. Garantiyalari 3 yil bo'ladi. Gaz balondan, tabiiy gazdan yonadi bu gaz plitamiz. Buni size oddiygina bir dana xolodilnik xarid etib olsangiz, shu gaz plitamizni qo'shib berajekmiz yurtdoshlar. Texnolux magazinda kelasiz. Bir dana xolodilnik, masalan, o'zi narxi 6,5 million so'm bo'lsa, shu gaz plitamizni shuni ichida tekina qo'shib beramiz yurtdoshlar. Dastlabki xizmatlar ham bo'ladi. Bunga ham 3 yil garantiyasini beramiz. Agar bu gaz plita menga kerakmaydi desangiz, buni narximdan qaytib ham berajekmiz yurtdoshlar. Bunday hali bo'lmagan bunday narsa. Bu masalan 6,5 million so'm bo'lsa, buni 4 million so'mga beraman. 2,5 million so'm gazning narxini olib tashlaymiz. Bu narsani 4 millionga xarid etib olib kelsangiz bo'ladi xolodilnikni. Bu hamma xolodilnikimizga amal etadi. Masalan, bu yerda sal boshqacha xolodilniklarimiz bor. Yana bu yerda 6 millionliklari bor. 6 millionlik xolodilniklar 2,5 million so'm minus atasiz, o'zini olib kelsangiz bo'ladi. Agar gaz plita kerakmaydigan bo'lsa. Bu yerda endi har xil modellarimiz bor, Pozis bor, Artel brendi bor, Ayva yaponskiy brend xolodilniklarimiz bor. Ziflerlar bor, masalan 5,5 millionliklari bor. Bu yerda 5 million 300, 5 million 400liklari bor. Bu narsalar ham shunday bo'ladi. Agar gaz kerakmaydigan bo'lsa, o'zini arzon narxda olib kelsangiz bo'ladi. Masalan 5 million 400lik xolodilnikni hozirgi kunda 2 million 900 ming so'm olib kelsangiz bo'ladi yurtdoshlar. 2 million 900 ming so'mga o'zi kichkina xolodilnik sotiladi. Hozir bize katta bo'yi 1.75lik bo'lgan xolodilnikni 2 million 900 ga bersak bo'ladi, agar gaz kerakmaydigan bo'lsa. Xolodilnikimizning bo'yi 1.90 bo'ladi, eni 60lik, elde tabloli, polniy ishlari reshotkali, orqasi metal cooling bo'ladi. Svet o'chgan vaqtidan bemalol sovuqni o'zidan tarqatib turadi. Pastimiz 3 polkali morozinlik, usti xolodilnik. Non frost rejimda ishlaydi, воздушный bo'ladi yurtdoshlar. Bu narsa qo'ygan produktingizni tabiiy saqlab beradi size. Agar mabodo meva qo'ysangiz, shu yoz oyi mevalar saqlab qo'ysangiz, qishda bemalol olib yeyaverasiz. Bu o'zgartirmaydi, tabiiy tutadi hamma narsani. Agar uyingizda 1,5 metrlik kichkina xolodilnik kerak bo'lsa, bu xolodilniklarning narxi 2 million 600, 2 million 800 edi. Hozirgi kunda bizning Texnolux magazinimizda 1 million 950 ming so'mdan qo'yib beraman yurtdoshlar. Bu dastlabki xizmatlar ham bo'ladi. Kelasiz 1 million 950 dan xarid etib olsangiz bo'ladi. Agar mabodo sal kattaroq kerak bo'lsa, bu xolodilniklar ham narxlarini arzon, skidkada qo'yib beramiz yurtdoshlar. Hammasini garantiyasi bor. 3 yil polniy pechat bosib, dokumentlarni aytib, uyingizga yetkazib beramiz. Bo'ylari 1.90, 1.80, 1.75 har xil modellari bor.
Qaysi agar uyingiz ma'qul bo'lsa, o'zimiz tavsiya etamiz, kelib xarid etib olsangiz bo'ladi. Bu kirmoshni ko'rganingiz uchun nirjavikalar bo'ladi, suv, parashok tok saylamaydi yurtdoshlar. Bemalol yer kran suvidan yuvsangiz bo'ladi. Kiyimingizni top-toza 100% tozalab yuvib beradi. Bu yerda har xil modellarimiz bor. Imer deysizmi, Zifler deysizmi, Hantejmi, Artel, Avalon, Hasisi, LG, Samsung mirovoy brendlardan oldirib qo'ymiz yurtdoshlar. Narxlari ham zo'r, ajoyib skidkada turibdi. Masalan, Imper kompaniyasidan aynan 6 kiloluk avtomat kirmoshina narxi 4,5 million so'm edi. Yurtdoshlar eng zo'ri full varianti. Hozirgi kunda 3,5 million so'mga tushgan bizning magazinda. Qo'shimcha plus 10 dana sovg'asi bor. Yurtdoshlar, bu Toyota deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun 6 kiloluk kirmoshina oladi. Buni yonida qarang. Bir dana quyosh pechi, pilisosi, keramika qozoni, termopoti, chopperi, choyniki, uchgan bor. Feni, shu hammasi bir dana 3,5 millionlik avtomat kirmoshina tegina qo'shib beriladi yurtdoshlar. Oling endi bu 6 kilo. Undan katta 7, 8, 9, 10 olaman desangiz, eng katta 10 kilolikni 5,5 million so'm narxda qo'yib beraman yurtdoshlar sizlar uchun. Dostavka, ustanovka hammasi tekin bo'ladi. 50 lik televizorni 4 million 600 ming so'mdan podarkisi bilan olib yuribdilar. Hozirgi kunda bozorimizda bizning magazinga kelasiz. Men shu 50 dyumlik televizorni 2 million 550 ming so'mdan xarid etib olsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Lekin sovg'asi bo'lmaydi. 2 million 550 43 lik kichkina ena bu televizorlarning narxida, 43 lik televizorlarning narxida 50 dyumlik katta televizorimizni 2 million 550 ga xarid etib olsangiz bo'ladi. Televizorimiz Google Play bor, YouTube bor, ITV bor, 8 GB pamyat, pultunda голосовое управление, ekran защитali, полный talabga javob beradi. 3 yil garantiyasi bilan 2 million 550 dan olasiz. Oling endi 55 lik katta televizorlarni 6,5 million so'mdan xarid etib yuribdilar. LG kompaniyasidan bizning do'konimizga kelsangiz 3 million 800 ming so'mdan beramiz yurtdoshlar. Ekran защитali bo'ladi. Pulti Webos programmali, голосовое управленияsi bo'ladi. Mishkali bo'ladi yana yurtdoshlar, mishkasi. Ko'rgan bo'lsangiz, shu mishkali Webos programma eng so'nggi chiqqani. Ekrani полный защитali bilan urgan vaqtida izobrazение o'zgarmaydi. Bu 3 yil garantiyasi bor, 3 million 800 ming so'mdan. MyTech televizorimiz 55 dyumlik. Buni ham narxi 6 million sotib o'tiribdi ekanlar. Bizning magazinda 3 million 600 ming so'm. 55 lik. MyTech'imiz, Monix'imiz esa Monix narxidan ajoyib senada tushgan. Hozirgi kunda 3 million 500 ming so'mdan qo'yib beramiz yurtdoshlar. Technolux'da kelsangiz 3 million 500 dan 55 dyumlik ekran защитali, полный talabga javob beradi. 3 yil garantiyasi. O'zimizda 4 yilimizda servisi ochilgan bu televizorlarimizni 3 yil garantiyasi bor. Oling endi Avax kompaniyasidan televizorimiz bor. Bularning ekran защитasi sal yuqoriroq bo'ladi, urgan vaqti 10 edi. Buni narxini 3 million 200 ming so'mga qo'yib beraman. 55 lik televizorni 3 million 200 ga qo'yib beraman. Ayrim magazinlarda 43 likni 3,5 milliondan xarid etib yuribdilar. Bizda 3 million 255 dyumlik televizor asos bo'ladi yurtdoshlar. Endi Avalon televizorimiz narxi 6,5 million so'mdan, budan tushirganmiz narxini 4 million 400 ming so'mdan beramiz. 55 dyumlik Avalon televizorni bilgan bilat sifatini 4 million 500 ga qo'yib beraman yurtdoshlar. 65 dyumlik televizorlar narxi 7,5 million 8 million sotib turibdi hozirgi kunda boshqa magazinlarda. Bizda narxi buni TCL kompaniyasi 65 likni 5 million 300 ming so'm, Imer kompaniyasini 5 million 400 ming so'mdan qo'yib beraman. Dostavka, ustanovka mutlaqo bepul bo'ladi. Krashtendan qo'shib beraman shuni ichida yurtdoshlar. Bemalol kelasiz, Technolux magazindan shu narsalarni xarid etib olsangiz bo'ladi. Shu aytilgan bahada beriladi yurtdoshlar. Bemalol kelavering. Vesta gaz plitamiz usti cho'yli eng lyuks varianti zajigaliklari bor. 2 million 800 2 million 900 sotilgan. Bizda hozirgi kunda 2 million 200 ga tushgan Technolux'da. Zajgalka Pro modellarimiz 2 million 500 2 million 600 sotilgan. Buni 2 million 100 ga tushirganmiz yurtdoshlar. Ideal kompaniyasining usti cho'yli, grill, spichkasi bor. Duxovkaning usti pasi полный ishlaydi. Bu gazimiz 2 million 900 3 million sotilgan. Hozirgi kunda Technolux'da 2 million 300 ga tushgan narxi. Ideal oddiy o'rtacha varianti. Bunda zajgalkasi bo'ladi, usti cho'yn emas. Bu gazimiz narxi 2 million 300 2 million 400 sotilgan. Buni 2 million 100 ga tushirganmiz. Spichkasi yo'q variantini 2 million so'mga tushirganmiz. Ustun shishasi yo'qini 1 million 800 ga tushirganmiz. Shunday har xil model gazlarimiz keldi yurtdoshlar. Kelasiz, narxlari 500 ming 600 ming tushirganmiz. Plus ustanovka, dostavka, полный 3 yil garantiyasi bilan beramiz yurtdoshlar. Uyingiz sharoitidan qarab, gaz plitani o'zimiz tanlab beramiz. Agar balonda yoqaman desangiz, balondan boshlab beramiz. Tabiiy gaz bo'lsa, tabiiy gazda,
Qaysi doğru gəlişini sizə aytamiz. Özümüz alıb barıb ustanovka etib beramiz yurtdaşlar. Bemalol gələrəsiz. Telefon nömrələrimizi yazıb qaldıramız, müraciət edib. Onlayn savdo etsə болады. Ünsə özümüz alıb barıb ornatıb berib qaytamız yurtdaşlar. 1, 2, 3, 4 tane şöyle xaxlagan ütüküsünü plus yanında ütük stolunu şundayla tekinə qoşub verəmiz. Yurtdaşlar, bunun üçün bizə gələsiz. Bir tane pol avtomat kir maşini xərid edib alasınız. Falan 7,5 kiloluk, falan 8 kiloluk, falan 9 kilo, falan 10 kilo istənilən modeldən xərid edib alasınız. Narxları 1.200.000-dən başlaydı. 1.800.000-ə boladı narx. En kattaları inşadan xaxlagan birisini xərid edib alasınız. Bir tane ütüküsünü alasınız. Yanında bir tane ütük stolunu qoşub verəmiz. Dastavki, ustanovka üyüsü aparıb ornatıb verədi valla. Gələ verəsiniz. Telefon etib onlayn müraciət etsə insan boladı. Dastavki etib verəmiz yurtdaşlar. Texnolux dükanımızın mənzili kommunizm parodda şimdi gəlib birinci aylanma oladı. Şimdi gələsilər bayaqda yenə Kapital Bank. Şimdi girəsilər mənə Texnolux dükanımız. Aksiyalarımızdan, skikələrimizdən unumlu faydalanıb qalın. Həmmə isə Texnoluxda kütüpxanamız. Bemalol gəlin, xalqla müraciət edin. Bizə şöhrdə xidmətdəmiz.